Hammaga assalomu alaykum hurmatli Promotion platformasi o'quvchilari. Bugungi darsimizda Viral bo'yicha amaliy ish qilib ko'ramiz. Bizda umumiy animatsiya bor, ya'ni mana shu animatsiyani referens misolida ko'ramiz va xuddi shu animatsiyada nimalardan foydalanilgan bo'lsa, biz ham o'zimizni qilayotgan ishimizda xuddi shunaqa stil, animatsiya stilidan foydalanib, xuddi shunaqa kamera, xuddi shunaqa 3D, GLB lardan foydalanib, mana shunaqa ko'rinishdagi viral videoni takrorlab yasab ko'ramiz. Xo'p. Birinchi navbatda qismlarga bo'lib olamiz. Bizda birinchi bo'lib mana bu qism bor. Ya'ni mana shu yergacha bo'lgan qism. Mana shu qismgacha bo'lgan joyini hozir takrorlab ko'ramiz. Xo'p. Deylik, birinchi navbatda Solid ochib olaman. Solid rangini tak. Men primerda mana shunaqa rang qilaman. Ochib oldim Solidni. Xo'sh, va bizda bu yerda Solidimizning rangi salgina to'qroq ekan. Ya'ni fil yordamida pipetkani qo'yib olaman va to'qroq ochib oldim va ikkita saytni qo'yib olishim kerak bo'lar ekan va tekstlari bilan, ya'ni ikkita saytni skrinshotini qo'yib olishim kerak bo'lar ekan. Hozir ikkita skrinshotni bu yerga olib kelib olaman. Xo'p, menda hozir ikkita skrinshot bor. Bu skrinshotlarni to'g'rilab qo'yib olaman. Bir xil ko'rinishda bo'lishi uchun birinchi navbatda bu yerdan aynan ikkita skrinshotning razmerlarini bir xil qilib olaman. Deylik, bunday ko'rinishda mana bunaqa ko'rinishda bir xil qilib olaman va bu yerdan title action save ni yoqib qo'ygan holatda ishlashni davom ettiraman. Ha. Bu yerda bizda yana precompose qilib olaman. Чтобы qulayroq ko'rib chiqishim uchun. Kamera harakatlanyapti. Birinchi navbatda kamerani yaratib olaman. 24 mm ga qo'yib va okeyni bosamiz. Xo'p. Klassikka qo'yib olaman. Klassikda agar turgan bo'lsa, advancedga qo'yib olishim kerak bo'ladi, chunki bizda GLB orqali yoki advanced shape yordamida ishlashimiz mumkin. Kamerani ochib oldim va bitta 0 sazovat qilib, kubigini yoqaman va kamerani 0 ga ulab qo'yaman. Va bu yerdagi skrinshotlarimni 3D sini yoqib qo'yishim kerak bo'ladi. Va endi biz bu yerdagi umumiy skrinshotlarni hozirgi holatda kompozitsiya ko'rinishiga olib kelib olishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki ichiga so'roq bilan umumiy blur berishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun bitta precomp qilamiz. Mana bu move attributes tanlab, buni emas, buni tanlab okeyni bosamiz va buni ham xuddi shunaqa precomp qilib olamiz va anchor pointlarini tak, bu buniki bo'lsa, anchor pointlarini o'rtasiga olib kelib olaman. Вот. Va endi yana 3D sini yoqib qo'yaman va bu yerdan tekst yozib olaman. Bu ikkita sayt bu ikkita sayt. Tak, yana vaqtingizni
vaqtingizni ishingizni deya qolaylik. Ishingizni va ko'p. Xo'p, bunaqa ko'rinishda yozib oldim men tekstlarimni va hozir ikkita saytda mana bunaqa yozilgan ekan. Ikkita sayt. Buni biz o'zgartirib qo'yamiz. The word shriftiga. Va mana buni katta harfda yozsak, yana ham chiroyliroq chiqar ekan. Xo'p. Bu ikkita sayt sizning ishingizni tezlashtiradi. Sites help me a lot with speeding up my work. Xo'p. Давайте hozir tepasidagini emas, pastidagini o'zini. Ya'ni bu menimcha Notion sayti o'zgartirib qo'yamiz keyinchalik. Hozir bitta saytni ko'rsataylik, chunki bu yerda ikkita bo'lib qolgani uchun xunukroq turibdi. Bu sayt sizning ishingizni tezlashtiradi deganda mana shuni qo'yib qilib ko'rsak, ya'ni shuni o'zidan. Xo'p. Qo'yib olaman va hammasini bu yerdan anchor pointini yoqib qo'yishim kerak bo'ladi. Va bularni ham 3D sini yoqqan holatda hozircha defaultga o'zgartirib turaman, чтобы menga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Ya'ni joylashuvini bu yoqqa o'tkazib oldim. Va bu yerdan ikkita VF ochib, уже 3D da ishlashni boshlayman. Hammasini qo'yganimdan keyin buni bosib, bu yerdan bu mana bu ikkinchi defaultni bosib, ikkinchi joyga o'tib, defaultni aktiv kamera emas, custom view ga o'zgartiramiz va joylashuvini ochib chiqamiz, ya'ni masofasini. Nimaga? Chunki kameramiz harakatlanganda orasida masofa bo'lishi uchun. Вот. И вот. Bunisi esa orqaroqda qilib qo'yamiz. Ikkita emas. Bu sayt bo'lsin. Ishingizni kichkinalashtirib, ishingizni tezlashtiradi. To'g'rilab oldim. Va buni salbiy yoqqa surdim, чтобы o'rtada bo'lishi uchun title action save yoqib o'rtada ishlashga harakat qilamiz, ozgina kichkinalashtirib. Вот. Buni salbiy yoqqa olib kelamiz va kameramizni yana bitta nol ochib 3D sini yoqamiz va kamerani shu nolga ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va endi noldan positionni ochib bu yerga mana bu 3-da turgan sifrani o'ynashimiz kerak bo'ladi. Вот mana 3-da turgan sifrani o'ynab pastroq tushiramiz. Va bu yerda bizga buni orqadagi nimani yana ham orqaga surish kerak bo'lyapti. Nimaga? Chunki pastda уже tekstlarimiz ko'rinmay turishi kerak. Вот. Yana ham yaqinlashtiramiz va salgina pastroq qilib yana ham yaqinlashtirsak mana bunaqa ko'rinishdagi animatsiya hosil bo'ladi. Va buni grafik yordamida va bu tabiiyki kattaroq
ko'rinishi kerak. Va bularning orasi ham ancha muncha ochiqroq turishi kerak. Shift orqali o'zgartiryapman bitta orasidagi masofani. Va buni kichkinalashtirib o'tga qo'yapman. Buni kichkinalashtirib bu yerga qo'yapman. Va уже fitga qo'yib animatsiyamni ko'ryapman. Вот. Anchagina silliq animatsiya bo'ldi. These two sites help me a lot with speeding up my workflow and making viral. These two sites help me a lot with speeding up. These two sites help me a lot with. These two sites help. These two sites help me a lot with speeding up my work. Help me a lot with. Hop. Help me a lot. Bu ikkita sayt deganda birinchi bo'lib bu ikkalasi chiqishi kerak. Ya'ni bu mana ko'ryapmiz. These two sites help me a lot with speed. These two sites help me a lot with speeding up. Hop. Chiqdi. Va bular option bu yoqda bo'lishi kerak. Uzoqroqda bo'lishi kerak. Z o'qini yana ham uzoqlashtirib uzoqlashtirganimizdan keyin hop. Yana bitta nul ochgan holatda 3D'sini yoqib, mana bu birinchi nulni ikkinchi nulga ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va уже bu sayt degandan keyin ishingizni tezlashtiradi degan joyda уже ikkinchi animatsiyamiz bo'lishi kerak. Ishingizni tezlashtiradi. Va bularni ham nulni yoqib bir-biriga tortib qo'yamiz. Bu sayt tak joylashuvini yana ham uzoqlashtiramiz va kichkinalashtirib yana joyiga keltirib qo'yamiz. O'shanda bizda bu sayt ishingizni tezlashtiradi degan payti uzoqroqdan animatsiya bo'lishni boshlaydi va уже bunga animatsiya berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bitta position va bitta opacity va bitta blur qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, animatorga qo'shilib ketib qoldi. Buni ustiga bosib turib, bu yerdan opacity qo'shib olishimiz kerak. O'shanda hammasi bu yerga tushadi. Va range selector ichiga kirib, advanced ichiga kirib, bu yerdan characters turishi kerak. Square'dan ramp up o'zgartirib -7lik. Bu yerga esa hozir smoothroq bo'lishi uchun 100 qilamiz va positionni ozgina tushiramiz. Opacityni yo'qotamiz, 0 ga tushirib, blurni esa ko'tarib qo'yishimiz. Hop. Tushgandan keyin bizga blur kerak emas, bu yerda kerak emas bo'lar ekan. Bu yerga bitta -100 ni qo'yib, bu yerga bo'lsa +100 qo'yadigan bo'lsak, mana bunaqa animatsiya hosil bo'ladi. Ishingizni
ishingizni. Вот. И shu animatorni kopirovat qilib tezlashtiradigan ham qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi va buni ozgina surib qo'yamiz. Xo'p. Endi bu sayt ishingizni tezlashtiradi. Nollar orasidagi masofani ozgina yaqinlashtirib уже ichkariga tortilib ketish kerak. Xo'p, va mana bu nimani o'rniga screenshot o'rniga boshqa screenshot qo'yib qo'yaman. Notion screenshotni qo'yib qo'yaman hozir. Xo'p, Notion'nikini qo'yib olaman. Buni o'rniga tak chiqdi. И buni ko'rib olamiz. Bu o'zi blurda bo'lishi kerak, o'shaning uchun Gaussian blur qo'shib olaman. Va ustidan so'roq qo'shib olaman. Kattalashtirib safar o'zgartiraman buni. Medium. Xo'p. Va bu yerdan rangini biz boshqacharoq qilamiz. Delik yashil va bunga drop shadow beramiz. Yana bitta drop shadow berib qalinlashtirib olamiz. Va bitta rangi uchun osonroq bo'lishi uchun fill berib fillni tepaga bu yerdan rangini примерно mana shunaqa ko'rish keltirib qo'yaman va buni 3D'sini yoqqan holatda buni 3D'sini yoqqan holatda Xo'p, 3D'sini yoqqan holatda mana ko'rishingiz mumkin. O'zi srazu o'chib qolyapti. Ya'ni animatsiyalarimizni mana bu yerdagi effektlar o'chib qolyapti. Buni klassik o'zgartiradigan bo'lsak, bu hammasi turadi bu yerda mana. Animatsiyalarimiz effektlari turadi. Shuning uchun hozirgi partimizni bu partni aynan mana shu yergacha bo'lgan narsani oddiy klassikda qilamiz. Bu yog'ini esa mana bu yerlarni esa advansedda qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana. Mana shu yergacha bo'lgan joyini. Xo'p. Bu yerda bizda birinchi bo'lib blur bo'layotgan ekan. Boya blur qo'shmagan edik. Mana endi bu klassikda bo'lmagani uchun blurimiz ishlar ekan. Ya'ni mana animator ichiga kirib, propertydan blurni qo'shib, blurni ko'tarib qo'yadigan bo'lsak, mana endi blurimiz ishlayapti. Blurni kopirovat qilib, tezlashtiradiga ham qo'yib qo'ysak, mana bunaqa ahvol bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zini ichiga kirib, animator ichiga kirib, animatordan propertydan blurni qo'shib, blurni ko'tarib qo'ysak, mana blurli
animatsiya hosil bo'lar ekan. Hop. Hop. Tezlashtiradigan ozgina kattalashtirib olaman. Hop. Aynan shu yergacha bo'lgan muddatda va bunga chiroyliroq bo'lishi uchun CC light sweep berib olaman. Salgina chiroyliroq bo'lishi uchun. Va imonni bu yergacha bo'lgan muddatda bizda mana bu yerda shadowlar turibdi, ya'ni bularga ham soya berib olaman. Bunda menga Shadow Studio menga drop shadow tak yordam beradi. Buni tushirib mana bunaqa ko'rinishda ozgina kamaytirib mana bunaqa qilib olaman. Вот. Va bu yerdan boyagi skrinshoti bor kompozitsiyamni tak ozgina saturatsiyasini tushirib qo'yaman, qoramtirroq qilib. Hop. Bizda уже bu yerda keyingi nimaga o'tib ketish kerak, animatsiyaga o'tib ketish kerak. Shuning uchun bitta bu yergacha kesib olib, buni o'zini prekompoz qilib olaman. Va prekompoz qilayotganda ham imonni mana buni tugmani bosib prekompoz qilsanglar, imonni mana shu yerga kesilguncha joyi prekompoz bo'ladi. Hop. Va endi endi mana shu yerda animatsiya bo'layotganda уже kesiladi va уже mana bu yerdan soatni animatsiyasi chiqishi boshlashi kerak. Animatsiya bo'ldi. Bu yerdan soatni chiqishi boshlashi kerak. Soatda ham общий bitta soat olib kirib olishimiz kerak bo'ladi, GLB soatini. Hop, men bu yerda soatlarni o'zim qo'lim bilan yasab olaman. Bitta shape ochib, shape seriya qilaman-da. И прям strokini o'chirib, 3D sini yoqib, bu yerdan klassikdan advancedga o'zgartirib, geometry optionsdan ozgina extrude berib olaman. Shu soatga o'xshashi uchun va soatni o'zini green screenini bu yerga qo'yib olishim kerak bo'ladi. Ya'ni green screen soatni bu yerga qo'yib olaman va bunga K-Light yordamida pipetka yordamida o'chirib tashlayman. Atroflarini to'g'irlab soatni o'zini qo'yib olaman o'rtaga va soatni ham 3D sini yoqqan holatda soatni o'zini shape'ga ulab qo'yaman parenting yordamida va orqasidagi shape'ni
yaltirashini ozgina ko'tarib qo'yaman. Bizda уже soat ko'rinishiga keladi. Buni bemalol shape transformani mana bunday o'zgartirgan holatda va ozgina bundan chiqarib clock ochganni mana bundoq qilib chiqarib qo'ygan holatda, agar yopishib tursa bunaqa o'ynab ketib qolishi mumkin, ozgina chiqarib qo'yamiz va уже bizda tayyor soat animatsiyasi hosil bo'ldi. Bu yoqda bitta bu yoqga aylanib, bu yoqdan kelib berib, bu yoqga YouTube'ga aylanib berish animatsiyasini qilishimiz kerak ekan. Soat birinchi aylanib turishi kerak ekan bu yerda. Ya'ni animatsiya bo'ldi va bu yerda переход o'zgarib ketyapti-da. И bu yerda soatga tushish kerak. Umumiy ko'rinish soatimiz sal tezroq aylanishi kerak. Uning uchun timerga kirib, time stretchdan ozgina chap tomonga surib qo'yaman va mana bunaqa tezroq aylanib beradi. Va bu yerdan bitta adjustment layer ochgan holatda transform bilan scale qo'shamiz. Mana bunaqa o'zi clockni o'rtaga olib kelib olaman. Mana shape olib kelsam clock ham birga yuradi. Mana o'rtaga prям. И buni bo'lgandan keyin bu yoqqa ham bitta adjustment layer ochib, bu tomonini kesib tashlab, bu tomonini kesib tashlab, bu yerga ham transform qo'shib, transformni scale'ini orqaga harakatlantirib qo'yaman va orqasidagi background kattalashtirib qo'yaman. Va shunda bizda birinchi bo'lib bu yerga mana bunaqa keyframe qo'yaman. Ya'ni tortadigan keyframe. Keldi. Tortib turib. Xo'p. Bu shart emas, hozir ochilib ketib qoldi. Va bu yerda ham buni eng burchagiga tortib qo'yishim kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki animatsiya bir-biriga o'tayotgan payti silliq переход bo'lishi uchun. Buni maksimal darajada salgina orqaga tortib qo'yamiz. Примерно 50. Va buni ham yaqinlashtirib qo'yamiz. Va bizda mana bunaqa animatsiya hosil bo'ladi. Va bu yerdan biz soatni YouTube'ga aylanib ketish animatsiyasini qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bitta shu YouTube'ga o'xshagan shape chizib olaman. Примерно shunaqa roundisini YouTube'ga o'xshatib to'g'rilab olaman va YouTube'ning penjisini o'rtaga qo'lim bilan ham chizib olsam bo'lar ekan. Buni rangini o'sha bu yerdagi mana bunaqa rangga yaqinroq qilib qo'yamiz. Qoraroq. Va anchor pointini o'rtaga olib kelgan holatda shape'ning 3D'sini yoqaman. Va bu yerdan geometry optionsdan ozgina extrude'ni to'g'rilab va bu yerdan shinestini, ya'ni metallik ko'rinishini to'g'rilab, yaltiratib, bu yerdan uchburchak YouTube'ga o'xshagan uchburchagini play'ini chizib oqqa o'zgartiraman. Va kattalashtirsam ham kattalashib ketyapti.
anchor pointini o'rtaga olib kelgan holatda o'rtadan kattalashtiraman va o'rtaga olib kelib qo'yaman va buni 3D sini yoqqan holatda YouTube ga ulab qo'yaman va nomlab qo'yaman. YouTube. Bunisi esa play button. Va aylanib ketayotgan payti mana bu yerdan aylanayotgan bo'lsa va давайте mana buni ham вот bu yoqda bunday aylanyapti. Bunday aylanib YouTube ga aylanyapti. Speeding up my workflow and making viral edits. Hop, shape'imiz ozgina cho'zilib ketib qolibdi. Buni YouTube'dan mana bunday qilib linkini o'chirib, ozgina kattalashtirib, play buttonini ozgina kichiklashtirib, YouTube o'zini scale yordamida ozgina kattalashtirib qo'yamiz. Va bitta 0 ochgan holatda 0 3D sini yoqib, YouTube 0 ga ulaymiz. Bu yerdan umumiy mana bu soat shape deb saqlanib qo'yamiz. Soat. Va buni 0 ga ulab qo'yamiz. Va buni vazifasi bo'ladigan bo'lsa, aylantirayotgan payti YouTube ga aylanib ketadi, ya'ni deylik, kelib to'xtadi va YouTube'imiz mana bu yerdan boshlansa, bu rotationni mana bunday aylanayotgan payti YouTube ga o'zgarib ketadi, ya'ni bunday aylanadi. Bunday bo'lgan payti, ya'ni mana bunday bo'lgan payti YouTube ga o'zgarishi kerak. Mana aylanyapti. Bunday bo'lgan payti YouTube bu yerdan kelib chiqish kerak. Shunda biz soatni to'laqonli bu yog'iga aylantirgan paytimiz, mana bunday bo'lgan payti orqasidan YouTube chiqib kelish kerak. Hozir orqasiga qarab qoldi. Hozir nima qilamiz? Play buttonini Z o'qini surib oldiga chiqazib qo'yamiz va rotation bilan buni bunday qilib teskari qilib qo'yamiz. Va bizda bunday aylanayotgan payti o'sha YouTube paydo bo'lsa, F9 bilan smoothlashtirib, imенно o'sha aylanayotgan nuqtasida mana sezilmaydigan qilib animatsiyani to'g'rilashimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni mana bu yana ozgina mana bu nuqtada уже YouTube paydo bo'lishi kerak va bu nuqtada tak transformlar tepada tursin. YouTube bilan clock mana soat kesilib ketishi kerak. Va o'shanda tushdi va mana bu yerda bunday YouTube paydo bo'lar ekan. Play buttonini o'rtaga olib kelib to'g'rilab qo'yaman. Va play buttonini ham extrude qilib, ya'ni material optionsdan, geometry optionsdan qalinlashtirib qo'yaman va ozgina buni ham shanisini ko'tarib qo'ysam, вот. Va buni ham rangini примерно shu to'q yashil qoraga o'zgartirib qo'yaman. O'shanda mana bunaqa sezilmaydigan animatsiya hosil bo'ladi. Вот. Va bu yerda qanaqa bo'lyapti? Workflow and making viral
Hop, ozgina qiyshuqroq animatsiya bo'layotgan ekan. Hop, birinchi bo'lib animatsiyamiz prям bilinmasligi uchun вот va ozgina x o'qi qo'yib oldim va ozgina tepaga ko'tarib qo'ydim, чтобы chiroyliroq ko'rinishi uchun va buni belgilab mana bunaqa animatsiya qilib qo'ydim va bu yerga bitta scale qo'shib, что scale bilan ozgina kichkinalashtirib, shu scale ni ham grafikasini yumshoqlashtirib qo'ydim. Вот. Endi ancha-muncha yaqin keldi. Demak, animatsiya bo'ldi. Chiqdi. Aylandi va bu yerda soatlarimiz ham bo'lishi kerak. Soatlarimiz ham uchib yurishi kerak. O'shaning uchun bu yerdagi clock bilan buni Ctrl C, Ctrl V qilaman deb tepaga olib chiqib, mana bu nulli tepasiga bu yerdan pastga tushirib qo'yaman. Hop, men o'zim tushirib qo'ydim buni hozir. Ikkalasini ham tushiraman. Ikkalasini ham belgilab, ya'ni mana soatni o'zini belgilab tushirsam, bu ham tushishi kerak. Va soatni kichkinalashtiramiz. Chunki bu bu yoqdan bu yoqqa uchgan animatsiyasi bo'lishi kerak ekan. Ya'ni qanaqa? Kelyapti, bu yoqqa uchyapti. Hop. Bu yerdan transformni o'chirib turamiz va uchayotgan animatsiyani qilib qo'yamiz. Qanaqa bo'ladi u? Soatni belgilaymiz, rotationni ochamiz. Общий qo'yib olaman, transformni ochib. Birinchi navbatda turishi kerak mana bunaqa ko'rinishda. Mana bunaqa ko'rinishda tursa, ya'ni teskarisi ekan. Agar bundoq turayotgan bo'lsa, bu kelib bu yoqga mana bunaqa ko'rinishda animatsiya bo'lib tushib ketishi kerak ekan. Вот. Va buni shamolga o'xshab uchirish uchun test такой. Вот. Yazgini cho'zib qo'yamiz. Speeding up my workflow and making viral edits. Speeding up my workflow and making viral. Hop. Bu mamlaqa uzunroq bo'lsa, shamol ko'rinishi bo'lishi uchun tak buni oldin Ctrl C, Ctrl V qilib ko'rib olaylik. Bir xil o'tyapti. O'tgandan keyin ozgina turishi kerak ekanda. Speeding up my workflow and making viral edits. Speeding up my workflow and making
Speeding up my workflow and making viral edits. Speeding up my workflow and making viral edits. Speeding up my workflow and making viral. Speeding up my workflow and making viral workflow and making viral edits. Flow and making viral edits. Speeding up my workflow and making viral. Xil bo'ldi. И также bu tepada ham turishi kerak ekan. Ya'ni mana misol uchun mana bu yerdagi soat bilan clock umumiy hisobda Ctrl S Ctrl V bo'ladi-da. И bularni nimalarni o'chirib tashlayman. И soatni o'zini tepaga ko'taraman-da. Tepaga ko'targanimdan keyin qanaqa ko'rinishda edi? Примерно mana shunaqa ko'rinishda. Ozgina bunaqa. Shu yerdan uchib ketish kerak ekan. Bu tomonga salgina aylanib. Вот. И bularni hammasini belgilayman. Tortib My workflow and making. Speeding up my workflow and making viral edit. bu yerda uchib ketish kerak Speeding ekan. up my workflow and making viral edit. Speeding up my workflow and making viral. Speeding up my workflow and making viral. Speeding up my work. Hop, и bular hammasi mana bu yerdagi soat bilan buni o'zi bitta prekompoz bo'lib Gaussian blur bilan yo'q bo'lib ketishi kerak. Blur bo'lib xiralashib opacity bilan yo'qolib ketishi kerak. Mana bu yerda yo'qolishni boshlab chiqdi. Bu yerda уже yo'qolishni boshlash kerak. Va уже bu yerda o'sha transform deb saqlanib qo'yib. Xo'p, mana bunaqa ko'rinishda animatsiya bo'ldi. Va bu yerda vaqtingizni tejaydi degan bu sayt ishingizni tezlashtiradi va vaqtingizni tejaydi degan tekstni yozaman. Vaqtingizni qo'zg'atiramiz. Vaqtingizni tejaydi. Va shu tejaydini mana bunaqa ko'rinishda yozamiz. Va bunaqa poложni shu transform orqasiga o'zgartirib qo'yamiz. Bu yerda ham bu transform 1. Vaqtingizni tejaydi. Va buni ham 3D sini yoqqan holatda takoy Z o'qini tepaga ko'tarib, bunikini yanada tepaga ko'tarib, yo'q. Ikkalasiga ham scale beramiz. Scale'ni umuman yuzini ochib olamiz. Endi ikkalasini belgilab, yuzini ochib olamiz. Position belgilab
TJ'dan sal kattaroq, teparoqdan vaqtingizni ham ozgina teparoqdan kattaroq qilib bularni mana bunaqa yumshoqroq animatsiya qilib qo'yamiz. Va TJ'ni salgina kechiktirib qo'yamiz. Kechiktirishimiz unchalik yemadi. Может, mana bunaqa qilib qo'ysak yeyishi mumkin vaqtingizni. TJ'dagi qanaqadir animatsiya berib qo'yishimiz mumkin. Deylik, mana bu yerda kompozitsiyani ichida bergan saytga emas, tezlashtiradi deganga bergan tekst ichidagi animator birni bunga qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. TJ'da juda yaxshiroq chiqishi uchun. Xo'p. Bu bilan ozgina ishlaveramiz. Va ikkala nimani ham belgilab, bitta prekompoz qo'yamiz. Shu prekompozga drop shadow effektini beramiz. Endi biz bu yerda tayyor berib qo'yganimiz bor, o'shani kopirovat qilsak ham bo'ladi. Endi mana bitta bergan saytga berganimizni shunday olib, qaytib unga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Ozgina distansiyani to'g'rilab qo'yamiz. Bu yerda qanaqa turibdi o'zi? Bu yerda bu tomonga qarab turgan ekan. Shuning uchun bu tomonga qaratib ko'proq belgilaymiz. Ozgina bunaqa qilib qo'yamiz. Xo'p. Vaqtingizni tejaydi. Endi shu yerda mana bu yerdagi soyalarni ham ikkita soatimizni soyasini ham qilib olishimiz kerak bo'lar ekan. Buning uchun belgilab prekompoz qo'yaman bu soatni va bu yerdan drop shadowni kopirovat qilib soatga ham qo'yamiz va buni soatnikini ozgina ko'proq qilib qo'yamiz. Что soyasi ko'proq bo'lishi uchun. Lekin bu yerda soya berilmadi, ya'ni o'tmayapti. Demak, o'chirib tashlab duplikat qilamiz va buni fill qo'shamiz. Shu duplikat qilinganga fill qo'shib qoraytirib qo'yamizda. Tak. Ozgina kattalashtirib va unga bitta Gaussian blur berib qo'yamiz. Va xuddi shu harakatni pastdagi soatimga ham qilaman va Ctrl D yordamida kopirovat qilib, uni ham hozirgi bergan mana bu yerdagi bergan umumiy animatsiyamni, ya'ni stilimni bunga ham berib qo'yishim mumkin bo'lar ekan. Ya'ni hozir men buni kopirovat qilib qo'yaman, uzr. Buni ham kopirovat qilishimiz kerak o'zi-da. Ctrl D tegi-tegini ko'paytirib pastga qaratsak ham bo'ladi. No, buni o'ziga ham soya berib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni mana men bittan drop shadowni olib buni o'ziga soya berishimiz mumkin. Distansiyani pastga tushirib. Вот. Mendagi bo'layotgan harakatni ham kompozitsiyaga olib, kompozitsiyaga olsak buzilib qoladi. Shuning uchun buni kompozitsiya qilmasligimiz kerak ekan, ya'ni общий kompozitsiya qilib
qiladigan bo'lsak, mana bunaqa buzilib qoladi. Shuning uchun bu yerdagi nolga qo'shib kompozitsiya qilishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni bu yog'i kesiladi, ya'ni faqatgina bu kesib yuboriladi-da. Bularning hammasi kompoz bo'lib bu yerga bitta soya berib qo'yishimiz o'zi kifoya bo'lar ekan. Soyamiz ancha bu yoqda bo'yapti, mana bu tomonda bo'yapti. Va soyani opacitysini kamaytirib qo'yamiz va softnessini yuqorilashtirib qo'yamiz. Va mana bu soatga ham xuddi o'sha harakatni takrorlaymiz. Ya'ni soya beramiz va soyani distansiyasini uzoqroqga qo'yib, yorug'ligini kamaytirib, softnessini yuqoriroq qilib qo'yamiz. Xo'p. Bizda mana bunaqa ozgina o'qilishga oson bo'lishi uchun buni kuchaytirib qo'yaman. Helped me a lot with speeding up my workflow and making viral edits. First one helped me a lot with speeding up my workflow and making viral edits. Xo'p. Bu yerda yonayotgan effekti berilgan. Bu ham juda ham oson. Bundan aylanib, bunaqa aylanib ketyapti. Xo'p. Vaqtingizni tejaydi. Xo'p, mana bu videodagi tekstlarni moslashtirishimiz mumkin, lekin ozgina muammo tug'diradi. Nimaga? Chunki baribir ham bu yerdagi tekstlar hozirgi qilayotgan narsamizga o'zbek tilidagisiga bo'lmaydi. Birga bir tayyorlasak g'alati bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men ozgina shu o'zgartiribroq tayyorlashga harakat qilyapman. Xo'p, men buni ozgina bu yoqroq qilib, opacitysini kamaytirib qo'yamiz. Ozgina yaqinroq. Vaqtingizni tejaydi. O'chib yonyapti, o'chib vaqtingizni tejaydi. O'chib oxirigacha o'chmayapti. Yonib keyin o'chyapti. Bu bunaqa bo'lyapti. Bu sayt ishingizni tezlashtiradi, vaqtingizni tejaydi. Bu sayt ishingizni tezlashtiradi. Bu sayt ishingizni tezlashtiradi, vaqtingizni tejaydi. Va kontent yaratishga yordam beradi. Xo'p, mana shu yergacha qilib ko'ramiz. Bu sayt ishingizni tezlashtiradi, vaqtingizni tejaydi va kontent yaratishga yordam beradi. Xo'p. Va content CF Pro Medium manimcha bu yoqda ham medium ishlatilmayapti, yo semi bold ishlatilmayotgan ekan. Okey. Semi bold o'zgartiramiz. Va content yaratishga
kontent yaratishga tak o'chib yonish animatsiyasi bo'lgandan keyin как положено buni bitta ozgincha yonib, keyin o'chib, keyin to'liq yonsa joylashuvi yaqinroq bo'lsa. Xo'p, va opacityni bunga ham qo'ysaylik. Ozgina kichkinaroq qilib bu yoqqa surib qo'ysak, o'chgan payti bu yoqdan chiqishiga yordam beradi. Ishingizni tezlashtiradi, vaqtingizni tejaydi va kontent yaratishga yordam beradi. Tepada yordam beradi. Вот. Ozgina yaqinroq qilamiz va buni tepaga chiqazib qo'yamiz. Animatsiya qilib oldim va bularni hammasini bitta prekompoz qilib, buni ham bitta prekompoz qilib, boyagi vaqtingizni tejaydiga bergan drop shadow'imni bunga ham qo'shib qo'yaman. Va bunga hozir biza olov berib qo'yishimiz kerak. Ya'ni olov bilan yana ham chiroyli chiqyapti. Bu yerda ham olov ishlatilgan, mana. Olov bor. Xo'p, menda уже olov bor. Kopirovat qilib olaman deb, men bu YouTube'ni ichiga olib kirishim kerak bo'lar ekan. Shu animationni saqlanib etib qo'ydim va aylanayotgan paytda уже YouTube'da bunaqa narsa harakatlanishi kerak bo'lyapti. Z rotation'ni oldiroqga chiqaraman deb, buni mana bu yerdagi tugma yordamida уже Luma key bilan modelini olib tashlashim kerak bo'ladi. Уже nimasini screen qilib qo'yishim kerak bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinyapti уже. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsam, уже yo'q bo'lib qoladi. O'shaning uchun Luma key bilan olib tashlashim kerak bo'ladi. Mana shu qora nuqtalarni va buni bundoq qilib belgilagan holatda shu YouTube'ga ulab qo'yaman va YouTube aylanganda уже bu ham YouTube'ga yopishib yonishi kerak bo'ladi. Ozgina bunaqa hozir orasi ochilib ketib qoldi yana. Bir-biriga yaqinroq bo'lib yopishib yonishi kerak bo'ladi. Вот va
уже bu yerda deep glow ishlaydi. Tak. Ozgina shu yarqisini ko'tarib qo'yib va buni yana bir marta kopirovat qilib, buni ya'ni buni bir marta kopirovat qilib, uni orqasiga o'tkazib yuborish kerak bo'ladi. Вот. Примерно mana bunday qilib va kompga qaytganimizda уже mana bu yerda bizda YouTube'imiz yonayotgan bo'ladi. Ozgina qaytaramiz. Вот. Harakatlanganda уже YouTube'imiz yonayotgan bo'ladi. Xo'p, mana bunaqa tayyorlab olganman. Xo'p, endi mana bunaqa soyasini qilib olishimiz kerak bo'ladi. Soya uchun men alohida mana bunaqa narsa tayyorlab olganman. Qayerda soya bor bizda? Bizda уже mana bu yerda soya bor. Buni kattalashtirgan holatda bitta fill berib qoraytirib olib va Gaussian blur bilan xiralashtirib va buni ozgina xiralashtiradigan bo'lsak, xo'p, hozir mana bunga qo'shilib qolgan. Men uni olib tashlayman. Mana ichida turibdi. Qo'shib qo'yganman. Olib tashladim va уже endi mana bunaqa narsa hosil bo'ldi. Transform orqasiga o'tkazib qo'yamiz. Va вот. Уже mana bunaqa tushayotgan nurli narsa hosil bo'ldi va bundoq qilganda уже yo'qolishi kerak. Qanaqa yo'qolyapti? Oddiy. Bundoq aylanayotgan payti yo'qolyapti. Вот. Va endi bunga vignetka yordamida, CC Vignette yordamida stil beramiz. Qoraytirib hop. Shu o'rta nuqtalarini va уже boshiga Gaussian blur yordamida blur berib olamiz. Чтобы xiralashib tiniqlashishi uchun va mana bu yerda ham bitta blur, yana bitta blur va o'rtasiga bitta blur berib qo'ysak, xiralashib, ya'ni ketayotgan payti, animatsiya bo'layotgan payti xiralashib tiniqlashish animatsiyasi bo'lar ekan. Вот. Va именно shu yerda yana bitta adjustment layer ochib, transform berib, transformdan o'rtaga bitta scale, ya'ni kadrga dinamika berish uchun tam aylanayotgan payti ozgina va yana dal shu orqaga qaytsa ham
Xo'sh. Xo'p. Endi bu yerda noise qo'shilgan, ya'ni shum qo'shilgan. U shumni ham bemalol noise plugin yordamida shumlashtirishimiz mumkin. Mana bunaqa va color noise o'chirib ozgina bunaqa shum berib qo'yishimiz mumkin. Va hammasini belgilab, mana bu yerdan motion blurni yoqsak va shumini yana ozgina pasaytirib qo'ysam, bo'pti. Va bu yerda bizda yana bitta plugin ishlatilgan. Bu chromatic aberration degan. Imенно o'sha tak. Ya'ni ham stil berishiga yordam beryapti. Bu nimamiz? Давайте boshida so'rog'imiz chiqayotgan payti bu so'roq stil bilan chiqsin. Filni o'chirib tashlaymiz. Bunga layer styles yordamida inner glow beramiz. Oy. Drop shadowlarni. Drop shadow emas, mana misol uchun deep glow berib ko'raylik. Qanaqa chiqar ekan. Deep glow. Deep glow o'chib yonish. Ya'ni paydo bo'layotgan payti paydo bo'lib o'chib va bu yerda bizga bitta bargli animatsiya kerak bo'ladi. Barg kerak bo'ladi. Shu barg uchishi, uni ham qo'yib olamiz. Xo'p, mana bunaqa ko'rinishda barglarni Keylight yordamida qo'shib oldim. Va animatsiyamiz celom oxiri mana shunaqa to'xtayapti. Biz hozir buni mana bunaqa ko'rinishda o'zgartirib yuborishimiz mumkin. Ya'ni bundoq qilib aylantirib yuborsak ham bo'ladi. Ya'ni buni qanaqa qilamiz? Xo'p. Boyagi kompozitsiyamni ichiga kirib olaman. Kompozitsiyamni ichiga kirib olganimdan keyin
Вот. Mana bu yerdagi nimani shape'ni bitta pen tool yordamida ochaman-da. Contentga kirib, shape'ga kirib, pathsga kiraman-da. Pathsni bitta keyframe qo'yib, mana bu yerdan bir nechta nimalar qo'yib tashishni boshlayman, ya'ni chiziqlar. Va bu chiziqlar bundoq bo'lganda kattalashadi. Bundoq kattalashadi-da. Ya'ni mana bunaqa. Bitta ochilib, aylanganda aylanyapti bu ham. Uni yopib qo'yaman. Bizaniki ham orqadagi shape'imiz orientatsiyasi aylanishi kerak. O'sha aylanayotgan paytida men bilan o'chadi. Вот. Bular o'chadi. Va вот. Umumiy YouTube mumma size ko'rinishi rotation bilan bitta bundoq bo'lib aylanadi. Mana shu yerdan play button'ni kesib yuboramiz kontroller yordamida va mana buni o'chirib qo'yamiz. Nimaga? Chunki bunga bog'lanmasligi kerak. O'shanda bu ichidagi narsa harakatsiz qoladi. Va mana bunaqa вот. Bu yerda ham примерно bu yerda qo'shilib harakatlanayotgan ekan. Biz ham qo'shib yuboramiz. Muammosi yo'q. Hozirgi dublikat qilganimiz o'chirib tashlayman-da. Buni cho'zib qo'yaman. Qo'shilib harakatlanaveradi. O'shanda chiroyliroq chiqyapti. Va bu yerdan Notion'ni давайте logotipi chiqsin. Вот, mana bu Notion logotipi chiqsin. Buni color key yordamida olib tashlaymiz chetlarini. Va 3D ko'rinishdagi o'tkazib yuboramiz. Va bundoq Z rotationni aylantirib, harakatlantirib, to'g'rilab bu yoqqa qo'yib olaman va buni YouTube'ga ulab qo'yaman. Va buni umumiy ko'rinishini bunga yopishtirgan holatda mana bunday qilib qo'yaman. Ozgina pastga tushirib qo'yaman. Ko'tarib salgina kattaroq qilaman. Yana ozgina ko'taraman. Va shunda mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Va scale bilan deylik bundoq chiqqan. Вот. Bundoq animatsiya bo'layotgan payti давайте так. Bundoqroq bo'lsin. Shtobi yaltirashi uchun ozgina va buni tekislab smuzlashtirib qo'yamiz. Вот. Animatsiyaga qaytamiz.
Bu Notion. Kategorizasiga yordam beradi. Va bu yerda ikkita tomonga tekstlarimiz uchib ketsa bo'ladi. Ya'ni bittasi bu tomonga, bittasi esa bu tomonga. Va smuzlashtirib mana bunaqa ko'rinishda qilib qo'yamiz. Вот. Va bu yerga давайте ozgina BCCdan shake qo'shib qo'yamiz, чтобы kameramizni yana ham realni harakatlanishi uchun. Bitta amplitudaga keyframe qo'yamiz. Buni o'tgan darslarda ham o'rgatganman. Va ozgina amplitudani kuchaytiraman. Juda kuchayib ketib qoldi. 180 yetar ekan. Вот. Harakatlangan payt shundoq o'tib mana bitta orqaga ketayotgan ozgina xunuk bo'lib qoldi. Transformimiz, uni o'zgartirib qo'yamiz. Va umumiy mana shu payti bitta scale bilan yaqinlashtirib qo'yamiz. Buni orqasiga o'tkazib qo'yamiz, чтобы vinyetkamiz ham qimillab ketmasligi uchun. Ozgina smuzlashtirib qo'yamiz. Вот. Va давайте qanaqadir yana BCCdan glow qo'shib ko'ramiz, чтобы yarki nuqtalar yana ham ozgina chiroyliroq bo'lishi uchun. Va blurimizni примерно mana bunaqa rangda qilib qo'yamiz. O'shanda ishimiz yana ancha bu yerda xunuk bo'lar ekan u. Mana shu yerdan opacity yarkilashsin. Вот. Вот. И все. Va teshikka ozgina bu yoqqa kooperativ qo'yamiz, что harakatlanayotgan payt qimirlab harakatlanishi uchun. Hozir biz Instagramdagi viral reference yordamida mana shunaqa 3D ko'rinishdagi viral videoni yasab ko'rdik. Siz ham endi bemalol qaysidir Instagramda videoni ko'rib qolsangiz, uni qayta takrorlab yasashni o'rganib oldingiz va keyinchalik bu sizda umuman muammo tug'dirmaydi. Xuddi shu videoni yoki shunga o'xshash videoni shunaqa ko'rinishda yoki shunaqa mavzuda takrorlab uyga vazifani bajaringlar va storieslarda meni belgilanglar, что ishni qo'yib, o'shanda men sizlarni ishinglarni ko'rib ancha fikr bildirishim oson bo'ladi va o'zingizlarga ham ancha qulay bo'ladi, что mendan fikr olib keyinchalik qilgan xatoinglarni takrorlamaslik uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.